Shuning uchun uylanganda o'zini hamoqati tufayli, kaltafahmligi tufayli xotiniga o'tmish hayotini aytib beradi. Hamma yo'g'ini aytib beradi. Hamma yo'g'ini aytib beradi. Endi Allohning taqdiri bir kun kelib, xotini bilan orozlashib, urushib, janjallashib ajrashdi. Endi nima bo'ladi? Endi nima bo'ladi? Endi mana shu qilib qo'ygan hamoqatingni, ahmoqligini, mevasini nima qiladi? Totib, mazza qiladi. Agar Alloh taolo bir bandani gunohini yashirib qo'ygan bo'lsa, birovga bildirmagan bo'lsa, shu bandaga bashorat bu. Chunki mana quyidagi hadisda o'qiymiz, shu dunyoda qilgan gunohingizni Alloh bekitib qo'ygan bo'lsa, qiyomat kunida kechirishligiga ishora bu. Birodar, o'zingiz ochmang aybingizni. Chunki Robbingiz as-Sittir bo'lgan zot. Bekitib qo'ydimi, o'zingiz ochmang.